kimdir bo'lsa kuldirdim shu desalaring. Shu o'quvchilarimning bir odati bor-da. Shu hozir tushuntiraman nimada. Mana bu yerda gaplashib o'tganda inglizchada определенный so'zlar xizmatda. Bu bechoralar xizmat qiladi, keladi, kerakli vaqtda ishlatiladi, boshqa hamma narsa. Bu yerda mana xizmatchilar deymiz. Bu yerda jahlim chiqsa so'kinaman-da, shu nestandartni o'qituvchiman-da, shunday. Amerika bir gruppa ko'tlar qo'chib o'tiradi. Meni top deb yo'shinib o'tiradi. Biz mana bularni pisand qilmaymiz. Pisand qilmaymiz. Bular biz uchun hech kim emas. Bular xizmatda-da, bular bechoralar, cho'rilar bular. Bularga hech kim qaramaydi. Biz ana shu uch harflarga qarab o'tiramiz. Ana shular kelsin deb. Конечно, ana bular qadriga yetmaganingdan keyin boshlarida degan narsa xuddi bir qasd o'tgandek, sen meni mensimadingmi? Значит, senga hech narsa yo'q deydi. Bu g'alati-da. Mana biz bu yerda shuncha so'z bilsak, biz bilmaydiganga qarab turamiz. Bu afsuski juda ko'p kishining xatosi. Meni taklifim bularga qaranglar, mana xizmatchilarga. Shukr qilish kerak, bulardan xursand bo'lsalaring, shu rahmat, men shuncha so'z bilar ekanman desalaring, bularni qadriga yetsalaring, mana ko'tlarim keladi. Uzrda endi. O'sha jonga tegdi, bir xil situatsiya hammada. Hech kim qadrini bilmaydi mana bechoralarni. Shunaqa gap. Короче, krik dushi deydi-yu.